Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi soqqa fason darvozamiz. O'zi soqqalari qolmagan buni. Tekis 8 skromli fason darvozamiz. Soqqa fason deydi, oldin soqqalari bo'lardi. Xo'p, darvozamizni o'rnatdik. Toshkent viloyati Qibray tumaniga aktiv o'rnatib berdik. Razmeri 3 ga 320 bo'yi, eniga 3 metr. 40 lik pachimlikli chanir, tonni 32 lik pachimlikli chanir bolasiga ishlar 1.8 plyusoviydan 2 qavat bo'lgan. 2 qavat degani bayti 2 qavat, mana eti 2 qavat bo'ladi. Shumka, shaylari shumka bo'ladi xolos. Qolgan yerda 1 qavatdan chiqadi. Lekin qalin profillari qalin, to'lni aylan atrofi shivillar bo'lgan. Orqasini ko'rishlaringiz mumkin. Hali zamonga qo'yilgani yo'q. Zamonga endi qo'yamiz. Orqasi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Orqasi tekis bo'ladi. Lazerlari kesilgan. Darvozamizni xudo xohlasa o'rnatib bo'ldik. Zamonga qo'yib bo'lsak bo'ldi. Xo'p, o'chang pangiga e'tibor bermaysizlar. Xudo xohlasa qurilish bo'lyapti. Bu bitta aytsa ketadigan narsa.